2 soat uyga qanday uy qursam bo'ladi deganlar uchun men sizlarga chiroyli proyekt ko'rsataman. Xo'p, eshikchasi, ya'ni kalitkasi yonida bo'ladi, darvozaxonasi yana отдельный mana turgan bo'ladi. Va sразу kirganingiz betga bitta mashina qo'ysangiz bo'ladi. Agar oxirigacha taqasangiz, ikkita mashina bemalol sig'adi. Bu tarafiga tapchanga, ya'ni so'riga moslab qo'ysangiz bo'ladi. Va sразу ko'rsatib o'tamiz, xonalarni sanab o'tamiz. Mana ya'ni xolasizlarning oshxona qilib qo'yasizlar. Bitta mashinaga to'g'irlab turib, oshxona qilib qo'yasizlar. Tashqarisida parkovkaga ashincha joy bor. O'shani ham hisobga olinglar. Va xolasizlar bitta mashina qo'yasizlar, ana yerda yozgi oshxona qilib qo'yasizlar, bu yerda tapchani qilib qo'yasizlar. Endi u vibrlarning o'zlaridan bo'ladi. Aynalarni qaranglar, ya'ni eshik romlari katta bo'ladi. Xo'p, kirganimizda kengina birinchi xona bo'ladi. Proyektni o'zlaring uchun olinglar va sразу chap qo'lda yana bitta xona bo'ladi. Bu xonalarni o'zlaringga moslab olaverasizlar. Xolasizlarning oshxona qilib olasizlar, xolasizlarning ofis qilib olasizlar, xolasizlarning mehmonxona qilib olasizlar. Xo'p, mana joyda ya'ni 3-joy, ya'ni maydon ko'ryapsizlar. To'rga adashmasam 6 metr. Bu yog'ini aytib o'tiraylik. Bu joy ham to'rga 6 metr joy. Bu joy bo'lsa, adashmasam 5 ga 5, 5 ga 5 va mana joylarda endi amet ham xolasizlar bo'lsalar ham bo'lar ekan betonga. Xo'p, bu proyektiga kelsak, bu joylari o'sha dush, sanuzelga moslab qo'yilgan joyi. Xo'p, keyin yana sразу bu tarafi, ya'ni kirganlarning mana shunaqa kichkinagina xonacha bo'ladi. Va bu tarafi ham mana dush va sanuzelga moslab qo'yilgan bo'ladi. Eng qiziq tarafi lestnitsadan, mana lestnitsadan tushyapsizlar. Tushganlaringda bu taraf nima bo'ladi aytaymi? Sразу mana ko'chaga chiqasizlar mana. Qaranglar. Zo'ra, mana proyekt ikkita uy yonma-yon solingan. Mana proyekt qaranglar, dahshat qilib qo'yishibdi. O'zlaring uchun ko'rib qo'yaverasizlar. Sizlar orqa ko'chadan kirganlaringda, metga oyoqlaringni yechasizlar, hamma taraflama zo'r, bo'ylar ham umuman tegmaydigan qilib hisobga olingan. Xo'p, bu yoqdan chiqqanlaringda, ya'ni sразу lestnitsa, ikkinchi etajaga qarab ketyapmiz. Xullas, xonalarni yana bitta sanab o'tamiz. 1, 2 va mana bilan 3 ta bo'lyapti mana. 1, 2, mana keng joy bilan 3 ta joy bo'lyapti. Lestnitsani ham yaxshigina proyekt bilan qilingan. Mana ko'rib turibsizlar. 3 tadan keyin mana kattani o'zi 4-joy. 4-joydan keyin endi buni xolasizlarning bolalar uchun xolasizlar buni ham dush qilib qo'yasizlar. U o'zlarining ishlaring bo'ladi. Xo'p, katta joydan keyin aytmoqchi, buni ham bo'lsalaring bo'ladi. Shuni ham ahamiyat olib qo'yasizlar. Nima edi? Duxtavrlab qo'yib ketilgan ekan. Ya'ni konteyner mahsulotidan. Shu konteyner mahsuloti juda ham zo'r chiqyapti. Va mana bitta yana kengina xona. Xolasizlarning yotoqxona qilasizlar, bu o'zlarining ishlaring bo'ladi. Adashmasam 4 ga 8 yo 6. Xo'p, nimaga endi bilmaysan degan savol bo'lishi mumkin. Sababi uyda egalari yo'q ekan. Agar uyda egalari shu videoni ko'rib qolsa, rozi bo'linglar. Bitta video qilib oldim. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Mana katta trassa bo'ladi. Ya'ni yozgi ayvon. Aynali qilib qo'ysalaring, o'sha yoqqa qarab qaranglar, archalar bilan stadion yaqingina, zo'ra. Lekin joy, lokatsiya zo'r. Endi to'g'risi bu o'zi asli necha pulga tushadi? Bilganlar bo'lsa, taxminan bilganlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Va mana shunaqa proyekt oqtarib yurganlarga juda ham chiroyli proyekt ekan. Tavsiya qilib qolaman. Mana hamma taraflama hisob olinib ketilyapti. Qaranglar, yana bitta ko'rsatib qo'yaman. Bu bitta kattagina xona. Bu ya'ni ayvon qilib qo'yasizlar, katta aynali qilib qo'ysalaring, qishda ham, yozda ham mazza bo'lib turaveradi. Va mana kattagina bitta mebellarni qo'yib chiroyli qilib, ya'ni o'sha dam olish maskani qilib qo'ysalaring, mana televizorni qo'yib qo'ysalaring, o'rtaga hamma ko'rib o'tiraveradi. Bu bitta yutug'i. Mana kattagina lustrani qo'yib qo'yasizlar, chiroyli qilib. Uy qarabsizki, zo'r. Mana zinalar ham o'ziga moslashgan bo'ladi. Zinani taxminan metri 2,5 metr atrofida, 2,5 metr atrofida. Ya'ni eni mana 120 atrofida. Lestnitsachilar bormi? Shuni yozib qo'yinglar. Tushganlaringizda sizlarga hovli bo'ladi. Bu hozirgi joy, ya'ni dush hamma yo'g'i. Bu tarafda bu orqa ko'chaga chiqib ketish. Qaylar unumli foydalanilgan. Va
bitta xona. O'shanda ham qaranglar, xona ham sirazi orqa ko'chaga qarab olmaydi. Ya'ni devor to'sib turadi. Hani yorug'likni kirishini hisobga olingan. Yaxshi ahamiyat berilib, dizaynni zo'r qilib qo'ygan mana. O'tda ideal holatda dizayn bilan chizilingan. Mana adashmasam 1.10 yo 1 metr. O'g'aylar, dahshati. Xo'p, undan keyin bo'lsa, xo'p, keyingi xonaga o'tamiz. Ya'ni bu yerda videoda boshlayotganim o'sha mehmonxona, nimalardir qilib bersa xohlasangiz, xo'p, mana yerda oshxona qilib qo'yib, xohlasalaring. Mana uni polni nolga ochib turib, bu yerdan yozgi ayvonli qilib oshxonaga kirib chiqdi joyda, keyin qish kelganda bu eshigini yopib turib, mana joyda ovqatlanadigan joy qilib qo'ysalaring, keyingina joyda bemalol bo'laveradi. Nima deysizlar? Xohlasalaring bu yerda ham polni yopib qo'yinglar nolga. Zo'r proyektda nolga yopib qo'yinglar. Yo'q bo'lmasa, mana yerda yozgi oshxona qilib, bu tarafda bo'lsa polni oshxona qilib turib, yopib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Ochish, yopish o'zlaringizga bog'liq bo'ladi. Va qaranglar, bitta mashina polnisi sig'adi. Xo'p, tapchan qo'yasizlar, o'rtaga basen qo'yasizlar. Yo'q bo'lsa, mashina umuman olib kirmagan holatda basen qilib qo'ysalaring ham bo'ladi. Yo'qsa, ana yerda gul zona qilib qo'ysalaring ham bo'ladi. Ya'ni gullarni mana shu yerga qo'yib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Tapchanni to'g'riga moslaman qo'yaverasizlar. Endi o'zlaringiz moslaysizlar-da. Mana uy proyekti mana shunaqa holatda. Xo'p, endi tashqi ko'rinishdan ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Qo'limizdan kelganicha. Mana sizlarga chiroyli uy proyekti. Mana aka-ukalarga qurilyapti ekan, aka-ukalar bormi? Havas qilganlar. Bu ham faqat shuni boshqacha kirishdan bo'ladi xolos, kirish xolos. Bu boshqacha holatda bo'lyapti. Yaxshi ahamiyat berasizlar. O'zi mana shunaqa uy, bunga podval ham qilsa bo'lar ekan, endi bilmayman, bu yerga podval qilishmayapti. Sababi zak bor ekan, nimaga deb o'ylaysizlar? Suv borligi uchun podval qilinmagan. Mana hisobim bo'yicha podvalli qilsa bo'ladi. Yana bitta narsa qolib ketibdi. 10 dan ya'ni tepaga joy ochib, bolalarga trassa qilib qo'ysalar ham bo'ladi. Ya'ni yosh bolalar haligi yotadigan joy qilib qo'ysalar ham bo'ladi. Uni ko'proq Toshkentda qilishyapti. Bizni Farg'onada hali beri unaqa katta trassa o'tgan. Endi kimdir qilgisi keladi. Kimdir qilmagisi keladi. U o'zlaringizga bog'liq bo'ladi. Hozirgi hovlimiz mana uni edi. Endi bu ofis uchun tayyorlanyapti, qaranglar. Ya'ni bu yerda ayvon sifatida mana shunaqa qilib qurib ketsalar ham bo'ladi. Xohlasan ham buni ayvon qilib qurib olsalaring bo'laverar ekan. Qaranglar, zo'r proyekt ekan. Mana shunaqa holatda, ya'ni ayvon qilib qo'ysalaring, o'zlaringga ham foyda ekan. Bolalar bu yerda o'ynab netib, hamma taraflama hisobga olingan ekan. Yana qiziq tarafi, bularda podvali ham bor ekan. Bu boshqacha proyekt, ya'ni ofisga moslangan proyekt. Bu kengina bo'ladi. Xo'p, ash orqasiga xonani ham bitta ko'rsataylik aka. Xo'p, bu joyi ham mana bu spalniy bilan o'sha dushi, o'sha hojatxonasi bo'ladi. Va lestitsasi buni chap tarafdan bo'ladi. Chap tarafga qo'yganingizda mana yerga lustra qo'yib qo'yasiz. Hamma taraflama hamma yoqqa yorug'lik tushib turadi. Eng uzunlari chiqdi-yu. Va mana keyingina bu joyda ham maydon bo'ladi, ya'ni kenglik bo'ladi. Bu tarafda ham mana bitta uxlagan uchun, yo bo'lmasa biror narsa uchun mana katta joy bor. Xohlasalar spalniy qilib qo'yasizlar, xohlasalar o'zingizga yoqqan narsa to'g'rilab qo'yasizlar. Bu tarafi ham dush hamma yoqqa mo'ljallashtirilgan. Mana. Eng qiziq joyi bor buni. Hozir eng kulminatsiya nuqtasini ko'rsatamiz. Bu ofisni tagiga, ya'ni o'sha mashinada bemalol tushadigan qolib, ya'ni podvalli qilingan ekan mana. Hali mashina bemalol tushadigan qolib, podval qilib qo'yilgan ekan. Mana. Nechta mashina sig'adi o'ylaysizlar? Bemalol ikkita yonma-yon sig'adi, uchinchisi metga sig'adi, to'rtta ham sig'ar ekan. Bitta orqamachasiga, ikkinchisi yoqqa, uchinchisi bu yoqqa, to'rtinchisi mana turgan joyga. Qaranglar, podvallarda. Xohlasalaring bilyard qilib qo'yasizlar, u o'zlaring ishlaring bo'ladi. Mashinaga ham zo'r joy bo'lgan ekan. Endi mashinalar ko'chada ham turaveradi-da. Qaranglar, zo'r ekan. Endi bundan ham tashqari, xo'p, ya'ni hali aka-ukani deganimni podvali ham bor ekan. Asha esimdan chiqib qolibdi. Uni ham ko'rsatib o'tamiz mana. Xo'p, ya'ni o'sha 3-chi o'rtada uyimizga kiryapmiz. Bu podvalni ham ko'rsatib o'tamiz ana. Podval yaqinda quyilgan. Hisobga olasizlar. Mana, kichkinagina qilib podvalcha qo'yilgan. Podval ham qilsalaring ham bo'laverar ekan. Ya'ni o'zlaringga xohlagan stilda moslab olsalaring bo'laveradi. Shu joygacha ko'rganlarga rahmat. Albatta like bosib ketish
Esdan chiqmasin. Bizda yangi bo'lsa shu o'ng tarafda qizil podpiska tugmachasi bor. Bosib qo'ysangiz, shunaqa ishlab chiqarish bizneslar birinchilardan ko'rib borasiz. Agar mana shunaqa proyektlaring bo'lsa, aloqaga chiqinglar, bepulga ya'ni ommaga ko'rsatib beramiz. Manfaat tegsa yaxshi bo'ladi. Ya'ni shu uy qurmoqchi bo'lganlar shu sohada ya'ni o'sha proyektlar ko'rsa, sizlarga ham sahoba borib turadi va bizga ham sahoba borib turadi. Shu joygacha ko'rganlarga rahmat. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib ketinglar. Yana nimalar qilsa bo'ladi va kimlarda mana shunaqa proyektlar bor, shunaqa proyektlar bo'lsa, do'stlaringga tashlab qo'ysalaring, bizga aloqaga chiqsa, o'sha proyektlar bekorga video qilib beramiz.